Meni akam o'zini shu joduman deb o'ylaydi, 8-mo'jizaman deb o'ylaydi. Meni miyam o'rnida kalkulyator tursa kerak deb o'ylaydi-da. Tetris turadi deb o'ylaydimi bilmayman shu. Haligi bilasizlarmi, shipirgini berib qo'yadi. "Ma, uborka qilishni o'rganib ol" deydi. Men o'rganib olishim shart emas uborkani. Men umrim oxirigacha ham qo'limga shipirga bersa, uchaman qilib olmayman ustiga chiqib. Shipirgida shipirish kerakligini bilaman. Bilasizlarmi hali moment? Dadasi ish buyuradi. Akangiz peshonasiga qo'lini qo'yib buyuradi. Hamtadi sen qilib qo'ygan, senga buyuryapman, boshqasiga buyurmagan, sen qilishing kerak deydi. Shuni teskari qarashiga nima qiladi sizga qarab? Eshitib turganingizni biladi. Nimaga qilyapti? Po'lat o'ynayapmizmi siz bilan? Sovuq choy olib kel deb to'g'ri ayting. Desiz, sovuq choy emas, sen ish qilib qo'y, senga buyurdi deydi. Uyatmaydi, to'g'lamachilik qilmang deya olmaysiz. Uni desiz, vartishkadan beradi, projerif otadi, bir kishilik talpaga aylanib oladi. Aka siz urayotganda bilasizmi? Bitta o'zi urib talpada urgandek qilib yuboradi-yu.